Siz Zamin axborot dasturi bilan tanishyapsiz. Jizzax shahrida yoshlar bilan ishlash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish va jamiyatdagi faolligini kuchaytirishga qaratilgan tadbirlar o'tkazilib kelmoqda. Jizzax shahar prokuraturasi va ichki ishlar tizimi vakillarining yoshlar bilan bo'lgan navbatdagi ochiq muloqoti ham yoshlarning huquqiy bilimlarini mustahkamlashga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Jizzax shahar prokuraturasida bo'lib o'tgan uchrashuvda shahar prokurori Muzaffar Mamatov boshchiligida uyushmagan yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Tadbir davomida yoshlar uchun dolzarb bo'lgan huquqiy masalalar yuzasidan batafsil tushuntirishlar berilib, qonunlarga hurmat ruhini shakllantirish, huquqbuzarliklarning oldini olish hamda jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallash zarurligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, uchrashuv davomida yoshlar prokuratura faoliyati, tizimdagi ish jarayonlari hamda fuqarolar murojaatlari bilan ishlash tartibi bilan tanishib ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Bu esa yoshlarning davlat idoralari faoliyati haqidagi tasavvurlarni yanada boyitdi desak xato bo'lmaydi. Shu kuni yoshlar bilan birgalikda bir qator tadbirlar ketma-ketligi bo'lib o'tdi. Tadbirning keyingi manzili Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi bo'ldi. Bu yerda boshqarmaning ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Oybek Yakubov tomonidan yoshlar bilan mazmunli suhbat tashkil etildi. Suhbat davomida jamoat xavfsizligini ta'minlash, ommaviy tartibsizliklarning oldini olish, fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligini saqlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Jizzax shahar prokuraturasi prokurori tashabbusi bilan ochiq eshiklar kuni munosabati bilan bizga yoshlarga prokuratura organidagi xodimlarning faoliyati bo'yicha ma'lumotlar berildi. Bundan biz o'zimizga yetarlicha xulosalar qabul qilib, kelajakda yetuk bir kadr bo'lib yetishib chiqishimiz uchun xulosalarni oldik. Bundan tashqari yoshlar boshqarmadagi zamonaviy texnik vositalar, ularning qo'llanilish tartibi hamda favqulodda holatlarda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalari bilan tanishtirildi. Ushbu amaliy ko'rsatmalar yoshlarning huquqiy bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularni turli vaziyatlarda mas'uliyat bilan yondashishga undadi. Mazkur uchrashuvlar yoshlar uchun nafaqat foydali bilimlar manbai, balki ularning dunyoqarashini kengaytiruvchi, huquqiy madaniyatini yuksaltiruvchi muhim maydon vazifasini o'taydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu kabi tadbirlar orqali yoshlar qalbida vatanga sadoqat, qonunlarga hurmat hamda jamiyat oldidagi mas'uliyat tuyg'ulari yanada mustahkamlanadi.